Holand bir gol uradimi yoki Vidal bir dastavka qilib beradimi deganimcha Arsenal shu gol urib qo'ydi. Mayli kelinglar, buni birgalikda hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, buyurtmamizni yuborib o'yinni ko'rishni davom ettirdik. Lekin bilasizmi, Holand bugungacha City'ni tarkibida bitta ham finalda gol urmagan. Va men aynan shu o'yinda u buni to'g'rilaydi deb o'ylagan edim. Ammo uning o'rniga Arsenal yanida aynan Kai Havertz yana bitta gol urib ketdi. Buyurtmamiz ham yetib keldi. O'yinni hozir taxminiy 30-daqiqasi hisob 2-0 Arsenal yutyapti. Holand gol ura olmadi. Fidapda bitta narsasiga yomon mazza qilaman. Boshqa fast foodlarda aniq qanaqaligini bilmayman, ammo Fidapda buyurtma qilsangiz, qo'lingizni mana shunday yopib berishadi va bu nakleykaning eng qizig'i olish ham qulay. Bemalol mashina olib, keyin ichsangiz bo'ladi. Eng qizig'ini bilasizmi? Bu o'yinni ko'rayotgan paytimda Real ham o'ynayotgan edi va u yerda o'yinni boshini o'zida Kylian Mbappe gol urib ketdi. Ha, keyingi safar aynan Mbappe ile shunaqa video qilganimiz yaxshiroq ekan. Ikkinchi bo'limni boshida esa Arsenal yana bitta gol urib ketdi. Undan keyin esa City'ning yangi bosh murabbiyi Erling Haalandni zaxiraga oldi va undan keyin esa jamoa unchalik yaxshi o'ynay olmagani uchun oxiri mag'lubiyatga uchradi. Arsenalni esa bu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz va ko'rinishcha bu yil Premier Ligada ularga raqobatchilik bo'lmaydi. Sizcha nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib keting.